Shu erkaklarimizda bepushtlikning eng og'ir darajalari azospermiya holati judayam keng tarqalmoqda. Biz bolalarda aytamiz, ota-onalarga endokrinolog nazoratiga 1 yilda 1 bo'lsa ham olib boring o'g'il bolalarni. Shu farzandsizlikka borib qolmasin deymiz. Shu 3 ta tekshiruvga kiradi. Ya'ni spermogramma, qon tahlili va uzik tekshiruvi. Bitta elementarniy xatolik, bitta elementarniy dori vositasini noto'g'ri qo'llash orqali bu chiqayotgan urug'larni yo'qib qo'yishimiz ham mumkin. Bunaqa bemorlarda urug' chiqish ehtimoli 50% dan 70% gacha bo'lishi mumkin. Ushbu bemorlarda ko'zi sal qisqaroq, bo'ylari uzun, qo'llari uzun, ko'kraklarda ginekomasiya rivojlanishi, moyaklar rivojlanmay qolib ketishi, moyaklari kichkina bo'lib qoladi, jinsiy holat ham kichkina bo'ladi. Chunki shu qaysidir xatolik tufayli moyaklaringizda o'zingiz bilmagan holatda spermatozoid ishlab chiqarishini buzib olasiz. Bu aniq faktlardan biri. Bugun erkaklarning eng og'ir dardi bo'lgan farzandsizlik masalasi bo'yicha, ya'ni farzand ko'ra olmayotgan erkaklarda og'ir dardi bo'yicha gaplashamiz. Bunda farzandsizlikka nimalar sabab bo'ladi? Qanday holatlarda bepushtlikning eng og'ir darajasi kuzatiladi? Buning uchun nimalarga e'tibor berish kerak va nimalardan, qanday tekshiruvlardan o'tish kerak degan mavzuni yoritamiz. Albatta ushbu video sizga manfaatli bo'ladi. Shuning uchun hoziroq like bosib qo'ying. Videoni oxirigacha kuzating. Hozirgi paytda bepushtlikning eng og'ir darajasi erkaklarda juda ham ko'plab rivojlanib bormoqda. Ayniqsa butun dunyodagi eng hozir global muammoga aylangan mavzu bu. Hozirgi paytda shu butun dunyo qatorida O'zbekistonimizda ham shu erkaklarimizda bepushtlikning eng og'ir darajalari azospermiya holati juda ham keng tarqalmoqda. Nimaga hozirgi paytda bu narsalar ko'payib bormoqda? Nimalarga e'tibor berishmagan shu 20 yil, 30 yil oldin degan savollar ko'plab tug'iladi va bu narsa nimaga hozir ko'payib ketdi deyshadi. Xo'p, bepushtlikning eng og'ir darajasi bu farzandsizlik dog'i, farzand ko'ra olmaslik degan savollar bu erkaklarimizni qiynab keladi. Birinchi navbatda hozir o'g'il chaqaloq dunyoga kelsa, bundan oldingi videolarda aytib o'tganmiz, moyaklariga e'tibor bering degan videoyimizda bu yerda moyaklar o'z yorug'lik xaltasida emas. Moyaklar rivojlanishdan ortda qolib ketyapti, bola voyaga yetyapti. Moyaklar o'z yorug'lik xaltasida bo'lmagan kabi spermatozoidlar ishlab chiqarilishi buzilgan. Ya'ni u bemorda, u insonda sog'lom spermatozoid yo'q. Nimaga bu mavzuni haligi xushchaqchaqlik bilan yorita olmaymiz? Chunki qabulimga kelayotgan bemorlarda shu bepushtlikning eng og'ir darajalari kelsa, xuddi o'zimni yaqin insonimdagi muammodek qarayman. U uchun kuyaman, u uchun yonaman. Chunki u 5 yil, 10 yil, 20 yillab farzand ko'ra olmasdan oxiri boshi devorga urilib keladi. Farzandsizlikning eng og'ir darajasini aniqlashning yo'llari eng oddiy va sodda birinchi qilishingiz kerak bo'lgan tekshiruvlardan boshlanadi. Bu yerda asosiy shu farzandsizlikdan qiynalayotgan erkaklarimizda birinchi navbatda moyaklarini uzi tekshiruvi. Nimaga uzi tekshiruvi? Nimaga moyaklar uzi qilish kerak deb savol berishadi. Bu yerda moyaklar normal holatda 13, 15, 16 sm kubgacha bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi holatda, hozir kelayotgan bemorlar holatda moyaklar 1 sm kubdan shu 16-17 sm kubgacha bo'lgan holatlar kuzatiladi. Moyaklarni albatta uzi tekshiruvi juda ham katta ahamiyatga ega. Keyingi navbatda gormonal muvozanat. Gormonal muvozanatda asosiy boshqariladigan 6 ta gormonimiz bor. 6 ta gormon nimalarni beradi? Nima u? Qanaqa gormonlar degan savol tug'iladi. Asosiy 3 tasini aytaman. O'zi 6 ta gormon sanaymiz. Birinchi navbatda FSG deymiz, folikulyar stimullovchi gormon. LG deymiz, lyuteinlovchi gormon. Testosteron, prolaktin, keyin inhibin va estradiol degan gormonlarimiz bor. Ushbu gormonlar muvozanati normal holatdan buzilgan bo'lsa, muvozanat bu yerda spermatozoidlar rivojlanishida to'sqinliklar yoki spermatogonik hujayralarni spermatozoidni oziqlantirmay qo'yadi. Ledi hujayralari esa testosteron ishlab chiqarishni kamaytiradi va moyaklar rivojlanishdan ortda qolib ketadi. Shuning uchun biz bolalarda aytamiz, ota-onalarga endokrinolog nazoratiga 1 yilda 1 bo'lsa ham olib boring o'g'il bolalarni. Shu farzandsizlikka borib qolmasin deymiz. Bola voyaga yetgan paytda обязательно, ya'ni spermogramma tahlili, sperma topshirsin. Yuqorida aytib o'tgan shu 3 ta tekshiruvga kiradi. Ya'ni spermogramma, qon tahlili va uzik tekshiruvi.
Spermogramma tahlilida urug' chiqmayaptimi? Yoki urug'lar soni kammi? Darhol urolog, androlog va sifatli urolog, andrologga borishingizni iltimos qilaman. Hozirgi kunda juda ham ko'p shu sotsial setlardan ham kuzatishimiz mumkin. Bu hech qachon doktorni yomonlamayman, lekin o'zi tushunmasdan turib shuni lecheniya qilayotgan doktorlarimizdan iltimos qilib qolaman. Agarda sizda shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, shunaqa bepushtlikning eng og'ir darajasi bo'layotgan bo'lsa, o'zingiz bilgan yaqinroq, yaxshiroq androlog va o'zingizdan tajribaliroqqa murojaat qiling. Chunki bitta elementarniy xatolik, bitta elementarniy dori vositasini noto'g'ri qo'llash orqali shu chiqayotgan urug'larni yo'q qilib qo'yishimiz ham mumkin. Yoki shu chiqayotgan urug'larni rivojlanishini ortda qoldirayotgan sabablardan birini qilib qo'yishimiz mumkin. Endi bepushtlikda eng og'ir darajasida yechimlar bormi deyishadi. Qabulimizga ko'plab bemorlar keladi. Shu bepushtlikda eng og'ir darajasi azospermiya deymiz. Bunda ayolni ko'rsatadi, erda muammo borligini bilishmaydi. Erda muammo borligi nima? Erda muammo borligi sperma topshirganda spermada urug'lar yo'q bo'lishi. U aytadi, menda aloqam yaxshi, boshqa, lekin sperma chiqmayapti deydi. Bunda boshqa faktor, boshqa omillar bor. Endi buni yechimlari hozirgi kunda nima? Qachon operatsiya qilinadi, qachon qilinmaydi? Bepushtlikda eng og'ir darajasida varikoselli qildim, urug' paydo bo'ladi deyishadi. Varikoselli operatsiya qildirdingiz, urug' paydo bo'lib qolmaydi. Bordan yo'q qilib qo'ya olmaymiz, yo'qdan bor ham qilib qo'ya olmaymiz. Borni bor deymiz, yo'qni yo'q deymiz. Faqatgina to'g'ri taktika va to'g'ri yo'nalish tanlashlik. Oilalar ajrimini oldini olishlik. Hozirgi kunda eko yo'nalishlarida ko'plab oldimizga kelayotgan bemorlarda aytishadi. Menga palonchi klinikada donor tavsiya qildi. Ukangni urug'ini chiqarib ber, akangni urug'ini chiqarib ber, shuni ekib beramiz degan haligi murojaatlar bilan kelib chiqadi. Imенно shunaqa bemorlarda tuxumlarni ochib izlaganimizda, teze yoki mikroteze amaliyoti o'tkazganimizda urug'lar chiqadi. Chiqqan bemorlar shunaqa xursand bo'ladiki, lekin o'zi qay darajada xursandligini yashira olmaydi. Lekin haligi donorni taklif qilgan insonchi. Endi buni ilmi bor insonlardan so'rasanglar yanada yoritib beradi. Bu donor qilishlikda. Biz fan tomonidan aytamiz, ilm tomonidan aytamiz. U donor qilingan urug'dagi farzand seni farzanding emas deymiz. Bor haqiqat bu. Chunki bu yerda keyinchalik genetik tekshiruvlar o'tkazsangiz, bu farzand sizniki bo'lmasligi mumkin. Buni ochiq aytyapsan, boshqa deyishingiz mumkin. Bu videodan keyin kimdadir shubha tug'ilishi mumkin. Shubha tug'ilmasin. Chunki siz shubha tug'ilmaydigan insonning oldiga boring. Shubha tug'dirmaydigan doktorning oldiga boring. Shunda siz shubhalanmaysiz farzandingizdan. Chunki bepushtlikda eng og'ir darajasida hozirgi kunda faqatgina EcoX orqali farzandli bo'lsa bo'ladi. Tabiiy bo'lmaydimi deyshadi. Qarang, o'zi azospermiyaning ikki xil turi bo'ladi. Obstruktivniy azospermiya, noobstruktivniy azospermiya. Bu nima? Bu oldimizga kelayotgan bemorlar 4 ta toifaga bo'lib olsak, bu yerdagi toifadagi bemorlar qanaqa bemorlar? Birinchi toifadagi bemorlar molekullar razmeri normada, gormonlar normada bo'ladi, faqatgina sperma topshirgan sperma nol bo'ladi. Bunda urug' yo'llari tug'ma rivojlanmay qolgan bo'lishligi, hayot davomida travma olgan bo'lishligi, velosipedga yiqilgan bo'lishligi yoki yoshligida qanaqadir kasallikni og'ir o'tkazgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Oddiygina tepki deymiz. Ayollar aytadiki, egiz tuqqan ayolga tepki chiqsa teptirib yubor deydi. Yo'q, siz ashi qilgan ishingiz eng xatosi bo'ladi. Shu paytda temperatura ko'tariladimi, shu jag'i ostida ishib ketdimi, darhol infeksiyalist va lor shifokoriga murojaat qilib qo'ying. Buni oldini olgan bo'lasiz, shu bepushtlikka uchramaslikni farzandingizni. Endi azospermiyani ikkinchi toifali bemorlar qanaqa bo'ladi deb savol kelib chiqadi o'z-o'zidan. Ikkinchi toifali bemorlarimizda gormonal muvozanat normada bo'ladi, lekin molekular hajmi kichkina bo'ladi. Bunda million spermatozoid emas, unga yaqinroq, misol 1000 ta, 2000, 3000 spermatozoid bo'lishi ham mumkin. Bunda asosan bemorlarda operatsiya qilsak, birinchi toifadagi bemorlarda 80, 70, 90% gacha natija qilsak, bunaqa bemorlarda urug' chiqish ehtimoli 50% dan 70% gacha bo'lishi mumkin. Endi keyin 3-chi toifadagi bemorlar keladi oldimizga, molekular razmeri kichkina, yoshlikda kriptarxizm jarrohlik amaliyoti o'tkazgan, paxviy grija bo'lgan yoki qanaqadir travma o'tkazgan, shunda molekular ortda qolib ketgan.
Shuni hisobiga moyaklar kuchi bilan ishlash natijasida gormonal muvozanat buzilgan, fezga Lga ko'tarilib ketayotgan bemorlar keladi. Ushbu bemorlarda urug' chiqish ehtimoli shansi ko'proq aytib o'tamiz. Endi biz ham ilm fanga va o'zimiz tajribamizga tayangan holatda 20-30-40% gacha bo'lishi mumkin deymiz. Endi bepushtlikning eng og'ir darajasi genetik kasallik bor, Klinefelter sindromi deymiz. Bu qanaqa kasallik? U bemorda shu tashqi tomondan kirib kelayotganda bittada aytamizda, bunda shu Klinefelter sindromi deymiz. Bu qanaqa sindrom? Bu nima? Qanaqa? Ko'rinish qanaqa deyishingiz mumkin-da. Ushbu bemorlarda ko'zi sal qisqaroq, bo'ylari uzun, qo'llari uzun, ko'kraklarda ginekamastiya rivojlanishi, moyaklar rivojlanmay qolib ketishi, moyaklar kichkina bo'lib qoladi, jinsiy holat ham kichkina bo'ladi. Uni yaqqol biz doktor shifokorlar bilamiz. Bu bemorlarda eng og'ir holatlar kuzatiladi. Bu bemorlarda to'g'ri taktika qilib, to'g'ri gormonal muvozanatda o'lasak, bu bemorlarda urug' chiqish ehtimoli 5%, 10% ga teng bo'ladi. Ya'ni 100 ta shunday bemordan 5 ta, 10 tasida urug' chiqish ehtimoli bo'ladi. Hozir shu farqlarni sizga aytib o'tdim. Hozir ko'rib turibsiz. Sizda bepushtlikning eng og'ir darajasi shu azospermin tashxis qo'yildimi? Siz umuman dori-darmonlar olmang. Faqat sifatli yechim topib bera oladigan doktorga boring. O'zi yaqinroq bo'lgan joyda, o'zingiz davlatingizda. Bizni hozir kuzatib borayotgan bemorlarimiz ichida Tojikiston, Qozog'iston, Afg'oniston va Turkmanistonlik bemorlarimiz ham ko'p. Ushbu bemorlardan ham shu bepushtlikning eng og'ir darajalari bilan kelyapti va natijalar olishyapti. Agarda sizda ham savollar bo'lsa, qanaqadir muammolar bo'lsa, quyidagi nomerlar orqali bog'laning. Bizni call centerlarimiz sizga sifatli ma'lumot berishga harakat qiladi. To'liq ma'lumot bera olmasa, qabulga keling. Yoki yaqinroq shu andrologiyani tushunadigan, shu bepushtlikni tushunadigan doktorga boring. Bu murojaat sizga, iltimos sizga. Chunki shu qaysidir xatolik tufayli moyaklaringizda o'zingiz bilmagan holatda spermatozoid ishlab chiqarishini buzib olasiz. Bu aniq faktlardan biri. Sizda bepushtlikning og'ir darajasi bo'lsa, do'stim, tushkunlikka tushmang. Hali ham umid bor. Umidsizlikdan uyg'oning. Umid bag'ishlang o'zingizga. Chiroyli sabr qiling. Siz sabrda ortida chiroyli go'zallik borligini his qiling va to'g'ri yechim qiling. Sizga ham farzand shukuhi nasib qiladi. Endi urug' chiqdi deydi, eko o'xshashi 100% deb kelishadi. Eko o'xshashi do'stim 50-50 deb aytiladi. Eko jarayonining o'zining prosesslari bor. Ayolingizni tayyorlovi, ayolingizdagi holat, ayolingizdagi gormonal muvozanat, ayolingizda follikul yetilishi, ayolingizda hayz siklini buzilishi, ayolingizda turbalar ochiligi, ayolingizda poliplar bormi yo'qmi, shuni bilishlik kerak bo'ladi. Bu qisqacha narsalarni aytib o'tyapman. Agar shu mavzu qiziqroq bo'lsa, eko jarayonini yanada yoritib bering desangiz, kerak bo'lsa, ishxonada eko protsessigacha yoritib berishga harakat qilaman. Videoda hoziroq o'zingizga saqlab qo'ying, farzandsizlikdan qiynalayotgan do'stingizga yuborib qo'ying. Bepushtlikning eng og'ir darajalarida ham hozirgi ilm-fan tomonidan yechimlar bor ekan deng. Sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta xursandman. Hoziroq menga obuna bo'lishni unutmang. Bundan-da keyingi videolar qiziqroq bo'lishiga albatta sizni ishontira olaman.